76. hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundoq degan: Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nihi. İslam dinideki güzel görkemlerining biri u adam balisi o'zi bilan aloqa yo'q narsalardan neri bo'lishi. Bu intayin muhim meselelerning biridir. Eğer adam balisi o'zi bilan aloqa yo'q narsalar bilan shug'ullansa, ya'ni foyda akamaydigan amallarni qilib, ya hech bir dunyosiga, diniga foyda keltirmaydigan so'zlarni qilsa, o onun hayatida bir ziyonga aylanadi. Çoğun tabi'in alimlarının biri, onunla Allah'ın rahmeti bulsun, mundoq degan: İza ra'ayta qasawata fi qalbik. Eğer yürüyünün qattiq bo'lishini sezsang, va wahnan fi badanik, ya bedeningning bo'shlig'ini sezsang, va hurmanan fi rizqik, ya tapovitingda bir kamchilik sezsang, fa'lam annaka takallamta ma la ya'nik. Bilgin, o sening hayotingga hech bir aloqasi yo'q gaplarga aralashqining uchundir.